لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Ahli kitoblar va mushriklardan iborat kofir kimsalar to ularga hujjat kelmagunicha kufrga oid botil aqidalaridan ajraluvchi bo'lmadilar. Rasulun minallohi yatlu suhufan mutahhara. U hujjat Alloh tomonidan yuborilgan payg'ambar Muhammaddir. U ularga pokiza sahifalarni, Qur'onni tilovat qilur. Fiha kutubun qayyima. U sahifalarda qimmatli yozuvlar, ahkomlar mavjuddir. Va ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ahli kitoblar faqat ularga hujjat, payg'ambar kelganidan keyingina bo'linib ketdilar. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة الزكاة وذلك دين القيمة. Holbuki ular faqat yagona Allohga, uning uchun dinni shirkdan xolis qilgan, to'g'ri yo'ldan og'magan hollarida ibodat qilishga va namozni barkamol ado etishga hamda zakot berishga buyurilgan edilar. Mana shu to'g'ri, haqqoniy dindir. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Albatta ahli kitob va mushriklardan iborat kofirlar jahannam o'tida bo'lib, o'sha joyda mangu qolurlar. Ana o'shalar xaloyiqning eng yomonidirlar. Innallazina amanu va amilus solihati ulaika hum khayrul bariyah. Albatta iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlar aynan o'shalar xaloyiqning eng yaxshisidirlar. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Parvardigorlari huzuridagi ularning mukofotlari ostidan anhorlar oqib turadigan jannatdagi mangu bog'lardir. Ular o'sha joyda abadul abad qoluvchidirlar. Alloh ulardan rozi bo'lur, ular Allohdan rozi bo'lurlar. Bu mukofot Parvardigoridan qo'rqqan kishi uchundir.